chiroylilar, men chiroyli. Конечно, sen chiroylisan qizim. Siz ham xuddi shunday chiroyli farzandlarni dunyoga keltirishni xohlasangiz, mana shu foydali maslahatlarga amal qiling. Birinchisi, ko'proq suv iching, chunki bola atrofidagi suvlar tez-tez almashib turadi. Ikkinchisi, ko'proq yong'oq iste'mol qiling. Yong'oq tarkibidagi omega 3 vitamini bolaning terisi, tirnoqlari va bosh miyasi uchun juda muhim hisoblanadi. Uchinchisi, toza havoda aylaning. Kuniga 15 daqiqa toza havoda aylanish, quyosh nurida sayr qilish bolajoningizni yetarli vitaminlar bilan ta'minlaydi va uning suyak sistemasi juda chiroyli rivojlanishiga yordam beradi. To'rtinchisi, behi va avokado mevalarini ko'proq iste'mol qiling. Buning tarkibidagi A, B, C vitamin guruhlari bola terisini yaxshilaydi va rivojlanishiga yordam beradi. Va nihoyat 5-inchisi, ko'proq Qur'on tinglang. Bu homilador ayollarni va bolani ruhiyatini tinchlantiradi. Siz ushbu ma'lumotlardan qaysi birini bilar edingiz? Izohlarda yozib qoldiring.